sakkizli frezamda qo'yasan plyus qilib mana razmerga olib kelasan aytib bor 8 deb yozib qo'ygan burab mana 8 8 chiziqchaga olib kelib mana qattiq bosib o'tirasan. Bunda turganda plyus bo'lib turishi kerak. Turbuchak ko'rasizmi? Turbuchakimda o'rtada plyus bo'lib tursa, qotgani bo'ladi. Frezani yeganiga qarab qo'yasiz. Mana bitta chiziqchasi bor. Ko'pincha. Bu ichidagi arig'ini oladi. Mana yarim oladi. Olib to'rttasi ham shunaqa qilib chiqadi. Mana darilashi mana yo'q qilib qoldi. Ne olasan? İçidagi ariqchalarni oldi mana. Yaxshi ko'rinmayapti mana. Bu ichidagi ariqlarni olib chiqqandan keyin mana nima soladi? Bu betini oladi, freza mana bu bet joyini oladi. Mana bu betini oladi. Mana o'z to'xtaguncha bosqasan to'xtadi. Mana betini tik qisib qo'yadi bu tomon. Ko'rdingmi? Mana betini. Mana qo'lim tagida turibdi. Mana shu yerdan tekis qiladi. Mana ichi arig'ini ochadi, keyin betini oladi. Keyin mana uchidagi qirrasiga bundoq pichoqqa o'xshatib qirrasi qo'yadi. Qo'limdagi bo'lmayotganini mana уже bitti, betini olib bitdi mana. Betini olib bitgandan keyin mana shu uchinchisiga solamiz. Mana ko'rdingmi? Betini olib bitdi. Silliq bo'ldi betin. Mana endi malaga chiqar. Mana ko'rdingmi? Aytib tig'ini olyapti. Pichoqqa o'xshatib qo'yadi. Mana o bitti. Freze çaklanı bitti onu. Doğru ona. İkincisi ne yapıyor?